90. Sure Beled Mekke'de nazil bolgan 20 ayet. Nayet şefqatlik ve mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Bu şehir yani Mekke bilen qasam qilaman. Ey Muhammed aleyhisselam, bu şehirde uruş qilish sana halaldır. Adem aleyhisselam ve onun yaxshi farzandlari bilen qasam qilaman. Biz insonni haqiqatan jafo mushaqqat ichida qilib yaratdik. O o'ziga hech kishining kuchi yetmaydi deb o'ylamdi. O ko'p mal sarf qildim deydi. O o'zining mal sarf qilganligini hech kishi ko'rmadi deb o'ylamdi. İnsan uchun ikki ko'z, bir til, ikki qalpoq yaratmadikmi? Uningga yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni ko'rsatmadikmi? O davan oshmadi. Davan eshishning nimaligini qandoq bilatding? Davan eshish degan qul azod qilmoqdir. Yoki ocharchilik kunda to'qanchiligi bo'lgan yetimga yoki to'pida yotgan miskin, ya'ni holi nachar kambag'alga tamoq bermakdir. Shuning bilan billa, ya'ni yuqorqilarni qilish bilan billa iymon etganlardan, o'zaro sabr qilishga tavsiya qilishganlardan, o'zaro marhamat qilishga tavsiya qilishganlardan bo'lmoqdir. Ana shular, ya'ni yuqoridagi ishlarni qilgan kishilar saodatmand kishilardir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar badbaxtlardir. Ular do'zaxga solinadi.